Sizga tinchlik bo'lsin. Eron yangi oliy yetakchini tayinladi va shu bilan birga Isroilga yangi raketa otishmalari haqida xabar berildi. 8 martdan 9 martga o'tar kechasi Ekspertlar assambleyasi halok bo'lgan sobiq rahbarning o'g'li Mojtaba Xomeniy otasining vorisi etib saylanganini e'lon qilganidir. Eron kuchlari ko'plab xabarlarda urushning eng katta zalvolaridan biri deb ta'riflangan otishmalarni boshladi. Vaqt diqqatni tortdi. Ammo biri ikkinchisiga sabab bo'lganmi yoki yo'qmi, buni ommaviy dalillar bilan tasdiqlash mumkin emas. Eron davlat ommaviy axborot vositalari Isroilga sizning buyrugingiz bilan Said Mojtaba shiori tushirilgan snaryad uchirilgani aytilayotgan lavhani efirga uzatdi. Davlat ommaviy axborot vositalari bu uchirilishni vorislik bilan bog'liq ramziylik sifatida ta'rifladilar. Eron ichki jamoatchiligi uchun inqilob davom etmoqda. Isroil uchun urush avj olmoqda. Washington uchun siz oldini olishga harakat qilgan vorislik amalga oshdi. Kuzatuvchilar signalni turlicha talqin qilishadi. Eron oliy rahbarni saylash uchun mas'ul bo'lgan 88 a'zodan iborat ruhoniy organ. Ekspertlar assambleyasi davlat televideniyesida tayinlovni e'lon qildi. Boshlovchi 56 yoshli yangi rahbarning fotosurati yonidagi bayonotni tantanali ravishda o'qib berdi. Reuters va rasmiylar va davlat ommaviy axborot vositalariga tayanib xabar berishicha, Mojtabaning otasi Oyatulloh Ali Xomeniy 28 fevral kuni AQSh va Isroilning qo'shma hujumlarining birinchi to'lqinida halok bo'lgan. Mustaqil tasdiqlash cheklangan bo'lsa-da, Eron davlat ommaviy axborot vositalari va xabar berishicha, ilk bu e'londan ko'p o'tmay Mojtabaga sodiqlik qasamyod qilgan. Bu esa xavfsizlik idoralari yangi rahbar atrofida saflarni qisqartirayotganidan dalolat beradi. Bu tayinlov kutilmagan emas edi. Mojtaba yillar davomida potensial voris sifatida keng muhokama qilingan edi. Garchi uning taxtga ko'tarilishi ruhoniylar idorasidagi boshqa guruhlar tomonidan e'tiroz bildirilgan bo'lsa-da, ular sulolaviy vorislikni inqilob tamoyillariga zid deb bilishgan. Assambleya urush paytida, bombardimon ostida, mamlakat infratuzilmasi doimiy hujum ostida harakat qilgan. Rahbariyat urush sharoitida tezkor konsolidatsiyaga ustuvor ahamiyat berganidan dalolat beradi. Ushbu tayinlash prezident Trampning keskin bayonotidan bir necha soat o'tgach amalga oshirildi. 8 mart kuni Trump AQShning roziligisiz Eronga rahbarlik qilish uchun tanlangan har bir kishi uzoq umr ko'rmasligini e'lon qildi. Bu so'z Tehronda ochiq tahdid sifatida keng talqin qilindi. Eronning javobi baribir vaqt vorisni nomlash va uning nomini keyingi raketa voliyiga qo'shish edi. Eronning xabarlari keyingi hujumni bo'ysunmaslik sifatida tasvirladi. Bu yangi rahbar tomonidan shaxsan ko'rsatma berilganmi yoki yo'qmi noma'lum. Raketalar to'lqinlar shaklida yetib keldi. 8 va 9 mart kunlari kechasi Isroilga yangi Eron snaryadlari otilgan. Bu avvalgi otishmalar pasaygandan bir necha soat o'tgach yangi ogohlantirishlarni ishga tushirgan. Times of Israel xabariga ko'ra, Isroilning markaziy qismining katta qismida erta ogohlantirish sirenalari yangradi va aholini bir kechada ikkinchi marta boshpanalarga qaytishga majbur qildi. Rasmiylar avvalgi voleybol tugadi deb e'lon qilganidan bir necha daqiqa o'tgach sirenalar yangradi va ko'plab odamlar qo'riqlanadigan joylardan chiqa boshlaganlarida hayratda qolishdi. Tel Aviv va janubdagi Shvela mintaqasida kiruvchi raketa ogohlantirishlari e'lon qilindi. Tepadan tutib olish ovozlari eshitildi. Ammo hammasi ham ushlanmadi. Rishon Lezion va Lotta shrapnellarning qulashi haqida xabar berilgan. U yerda vayron qilingan raketalarning parchalari ko'chalar va binolarga yog'dirilgan. Bir necha daqiqadan so'ng shimolda qo'shimcha sirenalar chalindi. Bu esa hujumning kengroq geografik qamrovga ega ekanligidan dalolat beradi. Xabarlar Isroilning shimoliy qismlarida, jumladan Hayfa hududida ham e'lon qilindi. Isroil xabarlariga ko'ra, Rishon Lezionda 40 yoshlardagi ayol vayronalar ostida qolganda o'rtacha darajada jarohat olgan. Isroil favqulodda xizmatlarning ma'lum qilishicha, u o'sha paytda bomba boshpanasi ichida emas edi. Rishon Lezion meri On 2 kanalga bergan intervyusida kamida bitta binoga sezilarli darajada zarar yetganini, derazalari singanini va konstruktiv shikastlanishlar qayd etilganini aytdi. Lot va Modinda vayronalar va tutqich parchalarining qulashi natijasida qo'shimcha ta'sirlar qayd etilgan. Times of Israel gazetasining yozishicha, bir nechta shaharlardagi shrapnellarning shikastlanishi shuni ko'rsatadiki, kiruvchi olov hajmi to'siqlar soni bilan birgalikda mo'ljallangan zarba zonalaridan ancha naribga cho'zilgan ikkilamchi vayronalar maydonini yaratmoqda. Hatto muvaffaqiyatli ushlashlar ham jarohat etkazishi va oldirishi mumkin bo'lgan yifilib tushadigan parchalarni hosil
qiladi. So'nggi kunlarda Isroil xabarlarda hatto to'xtatib olish muvaffaqiyatli bo'lgan taqdirda ham vayronalardan jarohatlar ko'payib borayotgani qayd etilmoqda. Mojaro on kuniga kirgan sari jami qurbonlar sonini inobatga olish qiyinlashib bormoqda. Shrapnel jarohatlar, binolarga yetkazilgan zarar, boshpanalar tashqarisida qo'lga olingan tinch aholi. Takroriy o't ochishlarning jami qurbonlari faqat to'xtatib qo'yilgan raketalar bilan ushlanib qolmaydigan darajada ko'payib bormoqda. Isroil xabarlarida urush boshlangandan beri o'lim va jarohatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ularning umumiy soni yangilanishlarga qarab o'zgarib turadi. Eron tomondagi insoniy talofat ancha katta. Tehronning o'z ma'lumotlariga ko'ra, Eron Sog'liqni saqlash vazirligi kamida 1200 tinch aholi halok bo'lganini va 10 ga yaqin odam yaralanganini da'vo qilmoqda. Bu raqamlar mustaqil ravishda tasdiqlanmagan. Ammo agar ozgina bo'lsa ham, Erondagi tinch aholining qurbonlari Isroilda xabar qilingan yo'qotishlardan ancha kam. Ushbu urushning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lgan qurbonlar asimetriyasi har kuni davom etayotgan bombardimon bilan kengayib bormoqda. Qo'shma Shtatlar ham yo'qotishlarni qoplamoqda. AQSh hisobotida aytilishicha, mintaqada 7-amerikalik harbiy xizmatchi olingan jarohatlar tufayli vafot etgan. Bu esa Washington uchun ortib borayotgan insoniy xarajatlarni ta'kidlaydi. Biroq Eron rasmiylari Qo'shma Shtatlar o'zining haqiqiy yo'qotishlar ko'lamini yashirishni da'vo qilishdi va janglarda hozirgacha 500 dan ortiq AQSh harbiy xizmatchisi halok bo'lganini ta'kidlamoqda. Bu raqam biron bir mustaqil manba tomonidan tasdiqlanmagan va Pentagonning tasdiqlangan hisob-kitoblari bilan mutlaqo ziddir. Ammo bu da'vo Eron ommaviy axborot vositalarida tarqalishda davom etmoqda va to'g'ridan-to'g'ri Amerika jamoatchilik fikriga qaratilgan. Tasdiqlangan 7 va da'vo qilingan 500 o'rtasidagi farq yaxlitlash xatosi emas. Bu ikki axborot muhiti bir-biridan qanchalik uzoqda bo'lganining o'lchovidir. Ikkala tomon ham o'z qurbonlariga mustaqil ravishda kirishga ruxsat bermagan urushda bu tafovut hech qachon yopilmasligi mumkin. Isroil vorislik e'lon qilinishi uchun to'xtamadi. Idf Eron markaziy qismidagi infratuzilmaga qaratilgan yangi hujumlar to'lqinini boshladi. Xabarlarda Tehron va uning atrofida yangi hujumlar haqida so'z yuritilgan. Yoqilg'i omborlariga kechasi zarba berilgandan keyin bir nechta hududlarda tutun ko'rindi. Hujumlar o'tgan haftadagi kabi davom etmoqda. Neft omborlari, harbiy hududlar, aeroportlar, Idf irk bilan bog'liq deb ta'riflagan joylar har kuni nishonlar ro'yxati kengayib bormoqda. Har kecha Tehron ustidagi tutun quyulashmoqda. Urush endi Eron-Isroil oqidan ancha tashqariga tarqaldi. Saudiya Arabistoni rasmiylari Sharqiy neft koni yaqinida uchuvchisiz uchish apparati taxtida ushlangani haqida xabar berishdi. Alohida ma'lumotlarga ko'ra, rasmiylar Al-Harj viloyatiga snaryad qulagani, natijada 2 kishi halok bo'lgani va 12 kishi yaralangani haqida xabar berishdi. Va Kuvayt raketa hujumlari haqida xabar berishdi. Bahrayn sirenalar ishga tushirilganini aytdi. AQSh xavfsizlik xavfi tufayli favqulodda vaziyatlarda bo'lmagan xodimlar va ularning oila a'zolarining Saudiya Arabistonidan chiqib ketishiga ruxsat berdi. Eron endi Fors ko'rfazidagi 4 ta arab davlatiga bir vaqtning o'zida zarba bermoqda yoki hujum qilganlikda ayblanmoqda. Mojaroning mintaqaviy arxitekturasi tubdan o'zgardi. AQSh Isroilning Eronga hujumi sifatida boshlangan narsa endi Fors ko'rfazidagi har bir yirik energiya ishlab chiqaruvchi davlatga ta'sir qiluvchi ko'p frontli urushga aylandi. Eron rasmiylari urush davomida o'z kompaniyalari Fors ko'rfazi davlatlarining suverenitetiga emas, balki AQSh va Isroil harbiy nishonlariga qaratilganligini ta'kidlab kelishgan. Ammo Saudiya Arabistoni neft infratuzilmasiga dron hujumlari, Kuvayt va amirliklar hududiga qo'ngan raketalar va Bahrayndagi sirenalar boshqa hikoyani aytib beradi. Bu Fors ko'rfazi davlatlariga qasddan qilingan hujumlarmi yoki ular ichidagi AQSh bazalariga qaratilgan kampaniyaning yon ta'sirimi Tehron saqlab qolishga harakat qilayotgan farqdir. Ar-Riyod, Abu Dabi va Kuvayt shahri hukumatlari uchun bu farq endi muhim bo'lmasligi mumkin. Davlat departamentining Saudiya Arabistonidan favqulodda bo'lmagan xodimlarni evakuatsiya qilish buyrug'i Fors ko'rfazi endi xavfsiz orqa hudud emasligi haqidagi hisob-kitobni aks ettiradi. Bu faol teatr va mintaqadagi har bir hukumat endi o'z ta'sirini qayta hisoblamoqda. Shimoliy frontda quruqlikdagi urush kuchaydi. Hizbullohning aytishicha, uning jangchilari Isroil vertolyotlari va tegishli qurollarga ega bo'lgan bostirib kiruvchi kuchlar bilan to'qnash kelishgan.
Livanning davlatga qarashli Milliy axborot agentligi Nabishid shahri atrofida shiddatli to'qnashuvlar haqida xabar berdi. Isroil Bayrutdagi mehmonxonaga hujum qilganini va irik bilan bog'liq qo'mondonlarni nishonga olganini da'vo qildi. Livan boshqa joylarda zarbalar va to'qnashuvlar haqida xabar berdi. Livanda quruqlikdagi operatsiya boshlangandan beri 2 isroillik askar halok bo'ldi. Jabha endi artilleriya almashinuvlari bilan cheklanib qolmaydi. Bu yerdagi janglar Eron operatsiyalarining geografik ko'lami kengayishda davom etdi. Bahraynning aytishicha, Eronning dron hujumi Stra oroliga qirg'oq bo'yida zarba bergan. Stra neftni qayta ishlash infratuzilmasiga ega va Fors ko'rfazining energiya yo'lagining markazida joylashgan. Agar Eron hozirda Bahrayn orollari zanjiridagi nishonlarga zarba berayotgan bo'lsa, mojaro deyarli butun ko'rfazni qamrab oluvchi geografik hududga yetdi. Mintaqadagi har bir poytaxt endi namoyish etilgan diapazonda Mochtaba nomini ko'targan raketaga qaytaylik. Simvolizm ataylab va ko'p qatlamli edi. Yangi oliy rahbar tayinlangan kechada uning nomi bilan qurolga nom berish ko'p maqsadlarga xizmat qiladi. Bu vorislikni urush bilan bog'laydi. Bu mojaroni Shahid otaning vasiyatnomasining davomi sifatida ko'rsatadi. Bu irik oddiy xodimlariga qo'mondonlik zanjiri butun ekanligini aytadi va bu Washingtonga Trump foydalanishga umid qilgan yetakchilik boshligi ommaviy ravishda, qat'iy ravishda va raketa bilan to'ldirilganini ko'rsatadi. Irikning va'dasining tezligi muhim. Oliy rahbar qurolli kuchlarga qo'mondonlik qiladigan tizimda Inqilobiy gvardiyaning sadoqati ramziy emas. Bu operatsionaldir. Va'da birlikni namoyish etishga urinishni anglatadi. Ichki dinamikani tashqaridan tekshirish qiyin bo'lsa-da, urush yangi rahbariyat qo'l ostida davom etmoqda. Temp o'zgarmaydi. Va Mochtaba rahbarligi ostida uchirilgan har bir raketa Islom Respublikasining qo'mondonlik tuzilmasi uni falaj qilishi kerak bo'lgan boshni kesish zarbasidan omon qolganligi haqidagi xabarni mustahkamlaydi. Raqamlar turgan holatda. Eron raketalari oqibatida Isroilda 10 kishi halok bo'ldi. Tehron Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Eronda kamida 1200 tinch aholi halok bo'lgan. Pentagon 7 amerikalik askarning olganini tasdiqladi. Eron esa 500 dan ortiq askarni da'vo qilmoqda. Livanda 2 isroillik askar halok bo'ldi. Saudiya Arabistonida 2 kishi halok bo'ldi va 12 kishi yaralandi. Raqamlar har tomondan bahsli. Ammo trayektoriya unday emas. Qurbonlar soni har bir teatrda, har bir ziyofatda oshib bormoqda, ammo sulh ko'rinmayapti. Eron, Isroil, Livan, Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Kuvayt, Hormuz bo'g'ozi, Hind okeani, 7 mamlakat, 2 okean va dunyo neftining 5'ini tashiydigan bitta tor suv yo'li. Bu endi ikki tomonlama mojaro emas. Bu global iqtisodiy oqibatlarga olib keladigan mintaqaviy urush. Mochtaba Xomeyniy oliy rahbar etib tayinlangan kechada Eron butun dunyoga vorislik tanaffus degani emasligini tushunishga harakat qildi. Bu eskalatsiya degan ma'noni anglatadi. Va uning nomini olgan raketa birinchi dalil edi. Kundalik geosiyosiy tahlillarga obuna bo'ling. Chunki bu urushda siz bilmagan narsalar sizga zarar yetkazishi mumkin.